O'rta uzurmasam bilan endi o'rta bo'la olmayman. Nimaga jinnimisan? Chunki men o'zingga karsga o'xshagan dugona topdim. Anasiya! Kim aynatibdi buni? Saramyon yoqtirmasding-ku? Karslarga o'xshashim kerak, ular yeydi-ku. Sen daramni ko'rmasding-ku? Koreyaga borganimda qaysi daraman yaxshi ko'rasan deb so'rab qolishsa nima deyman? Shuni yeb yuzingga narsa toshib ketdi, yemagin. Karslar shunaqa hayot kechiradi, o'rganishim kerak. O'z darama ko'rib yuzim ham karslarga o'xshab ketadi, qara. Oy, darsdan qo'shganmiz, usul ushmasmikin? Karis! Jinnisan, o'zingni bos. Karis mana! Chinchi bitta karismisiz? Oy, qardasmi qazoqmi qo'y? Nima maqsadda kredit olasiz? 20-chida Abu Dabida BTS konserti ekan, o'shanga tushmoqchiman. Keyin qanaqa to'lamoqchisiz pulni? Ma'lum ishi bor, uy sotib olamiz. 내 이름은 제보예요. Ne idimin chimiyo? O'rta balki kerak emasdir shu Koreya. Mani karslarimga til tekkizma. Kontaktlarimni karscha qildim, chexolimni karscha qildim, aboyimni karscha qildim. Yana nimani karscha qilsam ekan? Instagramimni qilaman. Bo'pti, ketdim. Voy, bu nima kiyim? Toming ketganmi, qizim? Tashinimdan shoshig'ingyo. So'qdi. So'kmadi. Buyoqqa nima keldi o'zi? Yunusobod 16-kvartal ro'parasida joylashgan Iskandar Building'ning yangi mezbon loyihasida uy oldim. Hamma qulayliklar bor ekan, undan tashqari to'lov usullari ham rosa zo'r ekan. Masalan, 100% to'lovini qilib olsang, senga kvota skidka qilib berishar ekan. Nima bo'ldi? Viza berishmadi. Bo'ldi. Men endi Turkiyaga ketaman. Men o'zi turk qiziman. Merhaba, günaydın. Senden sadece dikkat istedim. İstedim Oppan Gangnam Style. To'rtta bo'ling bo'lsa nimalar bo'ladi? Bittasini eplaguninggacha ikkinchisi hamma yoni dabdala qiladi. Ana ukam tukdi, ukam muring. Uy endi hech qachon toza bo'lmaydi. Keyin o'yinchoqlarni yig'ishtirlaring. Sening sochini yulma. Tushqi bo'ldingmi? Artib qo'yingmi? Men mumiyaman. Qo'shnilaringiz kamida 2 mahal chiqib, bolalaringiz sho'xligidan shikoyat qilishadi. Bular deb hech qatga chiqa olmaysan ham. O'rtog'im hisoblab chiqdim. Seni nikoh to'yingga ham, bolangni beshik to'yiga ham, ikkinchi bolangni sunnat to'yiga ham bora olmas ekanman men bilan dastida. Kamiga bir-biridan rang oladi bular. Bittasini qonni orisa, hammasini ko'riydi. Bittasi yig'lasa, hammasi yig'laydi. Bittasi uyg'onsa, hammasi uyg'onadi. O'g'il bolasini ko'chaga chiqarib yubora olmay o'lasan. Faqat telefonda o'tiradi bu. Bor ko'chaga chiq, o'rtoqlar o'zingga aylan, zagar. Qiz bolasi ko'chadan kelmaydi. 10 ta kuchi uyalasa to'yadi. Bora-bora uyda sog' narsani o'zi qolmaydi. Chaynalgan, pult buzilgan, televizor o'yib tashalgan dovonlar. Qizing bo'lsa kosmetikalaringni bekitib yurmasang bo'lmaydi. Voy, mol shuncha tanalning rasosini chiqaribsan. Chiroyli bo'lib qolmanmi? Adangga o'xshab qopsan. Biror joyga borishga ham qo'rqasan, ayniqsa mehmonga borganda dasturxonni shipirib tashashadi. Kamiga bo'la taqinchoqlaringni ham taqib yuradi. Prosta yursa mayli, yo'qotib ham keladi. Tillalarimni ko'rdilaringmi? Yo'q. Bitta tillamni qoldirmadilar. Odammas ekansan. Bo'ldi, yig'lama, bitta tillaga shuncha o'qimami? Bitta ham tillam qolmadi, hammasini yo'qotib o'ldiradi. Yur, kiyimingni kiyman bilan ham kiyimni alishtir, shuni hal qilamiz, yur. Ha, yur. Kakra 8-martga senga nima sovg'a qilishni bilmay yurdim. Imkon savdo markazida barcha turdagi tilla taqinchoqlar sotuvi mavjud. Bu tilla taqinchoqlarni 12 oylik muddatli to'lovga, boshlang'ich to'lovsiz olsa bo'ladi. Birgina pasport yetadi yoki mashinang bo'lsa, texpasportga ham olsang bo'ladi. Zo'r ekan. Bo'ldi, mana shu ko'rgan uzugini korobkaga solib bering. Uzuk qani? Hoy, yutvardi, hoy chiqamiz. Mayli, nima ko'rsa o'ziga soladi deb yur bolam tillarni tug'amiz. Kamiga bularni aylantirishga ham olib chiqish kerak. Qo'shni, bitta bolangiz qani? 4 ta edi-yu. Azat 3tasi bor, hech narsa qilmaydi. Ko'pligidan bittasi yo'qolsa, hech nima o'zgarmaganda ham bo'ladi. O'zim sevgan qizga o'ylansam nima bo'ladi-yu, oyim topgan qizga o'ylansam nima bo'ladi? Xos tasavvur qilib ko'ramiz. Xotiningni qara, shirinligini. Befarosat-ku bu. U doim yaxshi bo'ladi, oyim adashgan bo'lmaydi-da. Biram beparosat shu xotining yeyishini qara, uning ustiga kasal, rangini qara, oppoq. Men topganimni bo'lsa yaxshi tomoni umuman yo'q. Uydagilarim mehmonga kelyapti ekan. Voy, kakra zerikib o'tirdim. Mehmonga o'rda turib olam. Oyjoyim degilar mehmon kelishayotgan ekan. Voy, bu qarindoshlarim uncha ko'p kelaveradi. Oxiri bormi, tugaydimi, yo'qmi? O'zi kelin tarafga mebel qil deyishdi, o'zi xato bo'lar, o'zing qur. To'g'ri, o'zim qilaman. O'zi bilan mebel olib kelsa bo'lardi, shuncha yil boqamiz endi tekin tomoqda. Voy, buni qaragin, o'ziga o'xshagan shiringina qiz tug'ibdi-ya. Buning kasali yo'qot, o'g'il
bola tug'maydi. Nimaga tug'adi? Hali birinchi bor. Shuni olib bersangiz shunga uylanaman, boshqasi kerak emas. Mayli bolam, nima ham derdim, o'zingga yoqsa bo'ldi-da, baxtli bo'linglar. Oxirida baribir meni ko'nglimga qaradilar. Ko'p yashang, baxtli bo'ling. Hozir men sizlarga erikligi bildirmasdan pulini olib olishga o'rgataman. Vau, Umid aka shunaqa chiroyli o'tiribsiz, telefoningizni bering, rasmga olib qo'ying. Yo'q, seriyozmi? Mana. Aha. Bilasanmi qanaqa telefon? Yo'q. Honor X8C 108 megapiksel oldi kamera, 50 megapiksellik selfie kamerasi bor. Aha, yana chi gapiravering. Kechasi ham rasmni tiniq oladi-da, bo'lib qoldingmi? Hozir ani orqangizda soch xunuk turibdi-da, olib tashlang o'shani. Shart emas, bergan telefonni. Bunda AI eraser funksiyasi bor. Rasmga tushib qolgan ortiqcha narsalarni o'chirib tashlasang bo'ladi. Rasmga ta'sir ham qilmaydi. Endi o'xshavatdi-ya. Bering, mana ko'ring. Qarang, dizayni ham zamonaviy, narxi ham hamma. Xullas hayotimdagi eng yaxshi telefon. 5 million kartaga o'tkazib oldim. SMS keldimi? Yo'q, qarang, mana shu telefoningizni menga bir kunga berib turing, rosa havasim keldi-da. Keyin ichidan pullarni yechib olsangiz-chi, sodda deb o'ylaysizmi mana? Ish berdi. لا يمثل الكون أنا شفت